Abdulvohid aka, dekabr oyiga Umra ziyoratini narxini atay $950 qilib bersa nima deysiz aka? Hop, Centrum Holdings kompaniyasiga ishonch bildirgan insonlarga $950 ichida umuman yana boshqa bonuslar bilan qilib beraman. Inshaalloh. Bonuslar ham qilib beriladi. Inshaalloh qilib beraman. Bo'ldi. Avvalambor assalomu alaykum. Bizlarni ijtimoiy tarmoqda kuzatib turgan hoji otalar, hojonalar, salomatmisizlar? Alloh taolo umrlaringizni uzun qilsin. Inshaalloh dekabr oyiga Umra ziyoratiga boraman deyapti ularning. Mana Centrum Holdings jamoasidan $1000 tepasida bas. 1100, 1050, 1000 bas. Atiga $950 dan Umra ziyorati narxini qo'yib qo'ydik. To'liqroq ma'lumotni Abdulvohid akamdan olib beraman. Videoda o'tkazib yubormasdan bir dona like bosib, kommentariyaga omad, amin degan so'zni yozib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Avvalambor assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Salomot. Yaxshilarmi aka? Xudoga shukr, rahmat. Yaxshi niyatda dekabr oyiga yurtdoshlarimiz ko'pi Umra safariga boramiz deyapti. Narxi to'g'risi ko'pchiligi qimmatsirashyapti dedi. O'shuning uchun narxini arzonroq qilib beraylik deb boshida kelishdik. $950 dan qilib beryapmiz. Bundan tashqari yana narsalar qo'shib beraman deysiz, qulayliklar qilib beraman deysiz. Xudo xolasa, avvalo so'rashib olsam, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Omonmisizlar? Inshaalloh sizlarni yana qarshingizga chiqib turganimdan juda ham minnatdor ham xursandman. Nimaga Centrum Holdings kompaniyasida mana men o'zim oddiy misol kommentariyada aniqladik. Samarqanddan Centrum Holdings res qo'ydi. Centrum kompaniyasi qo'ydi. Men har doim kommentariy yozsin yo boshqa ko'p gapiraman. Misol Samarqandda boshliqlarga biz analitika tashlaymiz-da. Masalan, Samarqandda buncha bo'ldi, Vohada buncha bo'ldi, buncha res qo'ysak bo'ladi degan so'zlar juda ko'p aytaman. O'shuning hisobiga o'tkazsa Samarqandda ko'p kommentariy yozilgan hisobiga oxir Samarqanddan res qo'yildi. Samarqanddan res qo'yildi inshaalloh. Resimiz bor. Xudo xolasa. Xo'p, aka, narx-navolarni aytdik, $950. Ko'pchilik gumon qiladiki, $1150 dan men ketyapman. $950lik paket bu o'rtacha paket, sharoiti o'rtacha degan narsa odamlar xayoliga quyilib qolgan-da. O'shunga bir qator Saudiyadagi sharoitlarni $950lik paket sharoitini bitta aytib bersak-ki. Xo'p bo'ladi. Men sizga to'liqroq qilib ma'lumot beradigan bo'lsam, yurtdoshlarimizga foydali mavzu bo'lib qoladi. Bizdan ketishadi, boshqadan ketishadi. Ham to'liqroq, ham qisqaroq aytib berishga harakat qilaman. Bizda Toshkent, Jidda, Toshkent, Madina reyslari bo'lishi mumkin. Hozir 5 ta viloyatdan reyslarimiz bor. 5 ta viloyatdan. 5 ta viloyatdan reyslarimiz bor. Men misollarni keltirib beryapman hozir. Madina yo'nida 2-300 metr oraliqda gastitsamiz bo'lsa, Makka Mukarrama desa 1,5-2 kilometr oraliqda gastitsamiz bo'ladi. Malakali 50 yoshlarimiz, rasmiy diniy idoradan berilgan 50 yoshlarimiz birga borib, birga kelishadi. U yerdagi sayohatlarimiz Arafat tog'i, Muzdalifa, Qizil dengiz, Hiro g'ori, davomiy sayohatlarga ko'tarib, 10 dan oshiq sayohatlarimiz bor. Albatta nima? Atir zavodiga sayohat bor. Yana bitta narsa, o'zi asli bonus nima desa, o'zi buni bonusiga qo'shadimi, qo'shmaydi bilib olmayman, lekin firmani hisobidan beradigan narsa, yana bitta narsa bor. Ikkinchi marta umra qilish imkoniyati bor bizda. Ikkinchi marta atir zavodiga chiqilsa, Makka Mukarramani hududidan chiqiladi. Hamma ehromini olsa, atir zavodi o'ta ham go'zal. Atir zavodini aylanib, sayohatlar qilib bo'lgandan so'ng o'sha yerda tahorat qilgan sharoitlar bor. Tahorat g'usulga va ehromlarni o'rab, chiroyli tarzda bo'lib, inshaalloh yana o'sha rasmiy 50 yosh bilan ikkinchi marta, birinchi marta qanday umra qilishgan bo'lsa, xuddi shunday umra qilgan yana haramga kirishadi. Aytdan ketishgan bo'lsa, abid ketib kelsa, abidlarni qilishadi. Gastitsada. Yo'q. Abidda ketib kechpay shomga yetib kelsa, ovqatlarni yeb, yana haramga borib, umr ibodatini amalga oshirishadi, toshlarni qidirishadi va yana gunohdan pok bo'lgan holatda inshaalloh haramdan gastitsaga qarab kelishadi. Ya'ni bir marta umra ziyoratiga ketyapman deb, 2 marta umra ziyoratini qilish imkoniyati bor. Xuddi shunday. Hozir mana bundan oldingi videolarda ham shu narsani juda ko'p aytganmiz. Bizda Centrum Holdings kompaniyasida narx o'zgarishi mumkin, lekin sharoit o'zgarmaydi. Narxi o'zgarishi mumkin, lekin sharoit o'zgarmaydi. Nimaga siz qancha video oldik? Juda ko'p video oldik. Men har safar shu videolarni chiqaraman. Chiqarayotganimda sizdan o'zingizdan guvoh bo'ldingiz. Yo birorta gapimda o'zgarishli bo'ldi. Navbat qo'shdik, narx tushirdik. Yo oshirib 1200, 1300 qilgan deb. Mana hozir ijtimoiy tarmoqda juda ko'p ko'ryapsiz, narxlar o'ta ham baland. Lekin men falonchi firma demayman. Lekin sharoitimiz bir xil. Sharoit yaxshi, xudo xolasa. Xudo xolasa yaxshi inshaalloh. Qo'limizdan kelgancha standart paket. Men komfort ham demayman. 14 kunlik standart paket. Обычный misol biz o'zimizni oilamizni qanday yashasak, ertaga ham xuddi shunaqa ovqatlar, milliy taomlarda ovqatlar qilib beriladi, issiq joylari qilib beriladi. Madinada 2 mahal issiq taomimiz bo'lsa, Makka Mukarramada 3 mahal milliy taomimiz. Bo'ldi aka.
mana shu Honda ustidagi narsaga ko'zim tushib qoldi aka. O'zim ham samolyotga chiqqanman, bilaman. 4 soat, 5 soat uchadi Saudiya Arabistoniga, bo'yin to'laydi. Bu yosh kattalarga qulaylik sifatida bo'yin yostiqchalarini qilib qo'ygansizlar shekilli aka. Bonus tariqasida beriladi. Bonus tariqasida beriladi. Faqat shu pastdagi nomerlarga aloqaga chiqqanlarga. Misol Centrum Holdings kompaniyasi nima ham Mo gruppasida berilmayapti deyilsa, u misol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqmagan bo'ladi. Men ko'p aytaman. Kommentariyada yozing, kommentariyada inshaalloh bizga ham nasib qilsin deb yozing. Men siz uchun kommentariyada yozing. Siz uchun ham dastlabki qilib bepulga beraman. Xudo xolasa. Mana shu gapimni inshaalloh mashina joyini qirqib oling. Men kommentariy yozib, menga bermaysiz demang. Inshaalloh berib olaman. Muammo bor. Chunki yurtdoshlarimiz qiynalmasligi uchun, misol ota-onalari borganda, men o'zim juda ko'p marta borgan bo'lsam, har safar borganimda aeroportdan har safar olaman. Chunki uyda esimdan chiqib qoladi, nimadir bo'ladi, Makka mukarramada qolib ketib qoladi. Aeroportga borganda 200 ming, 300 mingga olaman. O'zi yurtdoshlarimiz pensiyasini to'playdi. Mana bizda ko'pincha musofirdan ko'rishadi. To'g'rimi? Misol men kommentariyalarda ham ko'p o'qiganman. Aka, men Rossiyadan ko'ryapman, ota-onamni jo'natishim uchun to'g'ri aka. Buncha pul yig'dim. Xudo xolasa keyingi yilga inshaalloh hal bo'lib qoladi. Yo'qsa 3-4 oyda hal bo'ladi degan gaplar juda ko'p aytishadi kommentariyada. O'shuning uchun o'zi 3 qilayotgan inson. Qarang, $950 bizning tilimizda faqat chiqib ketyapti. Oson chiqib ketyapti. Lekin kimdirlar uni yillab to'playdi. Endi mana shu narsani biz bonus qilib bermasa, kim bonus qilib beradi? To'g'ri aka. Bundan tashqari firma tomonidan so'mka, kelgan kamzil va asosiysi bejik beriladi. Inshaalloh. Bo'ldi. Do'stlar, to'liqroq ma'lumotni olib berdik degan umiddaman. Telegramga ekranda nomerlar Telegram bor aka. Telegram, WhatsApplar ishlab turibdi. Telegram ham bor, WhatsApp ham bor. Bemalol aloqaga chiqib, musofirdagi do'stlarimiz ham, bundan tashqari O'zbekistondagi do'stlarimiz ham Telegramdan aloqaga chiqib, bir dona Zagram pasportlarini tashlab bersalar, oddiygina vizit orqali kelishib turib, bir dona Zagram pasport tashlab berasiz. Joylaringizni bron qildirsalar ham bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa bundan keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.